Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, hurmatli akalar, ukalar, opa-singillar. Siz qadrdonlar bilan yana bugun an'anamizga ko'ra yo'lda suhbatlashamiz. Yo'lda suhbatlashamiz inshaalloh robbil alamin. Astagfirullah, bir odam g'irt kayib, yo'lni o'rtasida stovasmoy bo'lib yuribdi. Ish qilib moshaga tashamasa bo'ldi. Rasmiy yo'limga chiqyapti. Astagfirullah va atubu. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Hasbunallohu va ni'mal vakil. Mast odamni ko'rganingizda yerda yumalab kirchir yotganda shundan men afzalman demasligimiz kerak. Misol uchun hozirgi holatidan sizni hozirgi holatingiz ko'rinishi yaxshi bo'lishi mumkin. Qalbni egasi Alloh biladi. Uni oqibati nima bo'ladi, meni oqibatim nima bo'ladi. Shuning uchun tasavvuf har doim mana shunga o'xshagan holatlarda o'zini taftish qilishlikni buyuradi. Nafs tarbiyasi shunaqa bo'lish kerak. Endi ba'zi odamlar to'g'risida sizdan so'ralganda siz ularga baho beryapsiz-ku deb e'tiroz bildirishingiz mumkin. Aslida do'stlar, qilinayotgan ishlarni ta'sir doirasi bor. Ta'sir doirasi agar xalqni, yoshlarimizni, millatni, ayniqsa qadriyatlarimizni oyoq osti qilishga yo'naltirilgan bo'lsa, ularni nomma-nom aytib ogohlantirish kerak. Bundan ehtiyot bo'ling, bundan ehtiyot bo'ling deb. U odam mendan afzal bo'lishi mumkin, mendan ko'ra Allohga yaqin bo'lishi mumkin. U boshqa masala. Oqibat qanaqa bo'lishligini biz bilmaymiz, to'g'ri. Lekin hozirgi mana shu qilayotgan ishi qadriyatga zid. Hamis Sodiqni Parda podkastiga borishligi bu zid bu qadriyatga. Parda podkastini qo'llab-quvvatlashligi zid. Bularni aytishimiz bu fikrga qarshi bizni mulohazamiz hisoblanadi. Xo'p, bir ogohlantirish aytay sizlarga, ayniqsa yoshlarga. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p aktiv bo'lganimizga va bilasizlar, kimlarga qarshi ekanligimizni va kimlar bizga qarshi ekanligini bilasizlar. Va yoshlar, ijtimoiy tarmoqda sizni shaxsiy qutichangizga turli xil qizlar yozishi mumkin. Ko'rishaylik, gaplashaylik, uydaman, bo'shmisiz, turmushga chiqmoqchiman degan, erim Rossiyada misol uchun kabi turli xil gaplarni yozishi mumkin. Bu ayniqsa sal aktiv bo'lganingizda yoki ozgina bir ikki imkoniyatingiz borligini bilganda tuzoq sifatida ishlatiladi. Odatda menga ham ko'p bo'ladi shunaqa holat. Men endi yaxshi gapirib, xuddi tuzoqqa tushgandek uni eshitib, ba'zilarini haqqa chaqiraman ham. Xudodan qo'rqin, oqibati yaxshi emas. Ochiqchasiga fohishalikni targ'ib qilayotgan profillar bor. Meni tek qilib bittasi postlarni qo'ydi 3-4 marta. Keyin lichkasiga yozdim men. Mayli-da endi dedim. Sizni hozir qilayotgan ishingiz sizga yoqar. Ya'ni har qanaqa narsani xaridori bor. Odamlar najosatni ham pulga sotib oladi o'rni kelgan paytida. Sizga ham pul tikishlari sizni g'ururlantirishi mumkin. Lekin oqibat yaxshi emas-ku baribir. Baribir o'lasiz bir kun deb yozdim. Yozsam, deydi, erim deydi menga qaramagan, erim meni tashlab ketgandan keyin nima qilayman deydi. Erida ayb. Qarang. O'zi qilib yurgan fohishalik ishlarida erini aybdor deb xulosa qilib olgan, o'sha asosga ko'ra fohishalikni oqlab yuribdi. Men aytdimki, yo, eringizda ayb bor yo'qligi hozir aniq emas. Siz aytyapsiz erimda ayb bor deb. Aslida sizda shahvat buzilgan, nafsingiz hakalak otib ketgan. Desam, ikkinchi argumentni qarang. Ikkinchi argument yozyaptiki, qolganlar bu ishni, men qilgan ishni qila olmaydi, chunki chiroyli emas ular. Menga o'xshagan chiroyli emas, deyapti. Keyin men aytdimki, bugun hozirgi kunda
$1000 ga любой chiroyli suratni yasab berishadi hozir. $1000 turadi tashqi ko'rinishdagi go'zallik. Bitta qaraganingizda vah dedirib yuboradigan suratni chizib berishadi. Kosmetologlar nimalarni hozir o'ylab topishmayapti. Burun, ko'z, qosh, bu yuzga surtadigan narsalar, teri tortadigan narsalar. Maksimum $1000 sarflasangiz, birorta qizni olib kelib $1000 sarflasangiz, boshqa qizga aylanib qoladi u. U muammo emas u. Lekin inson iymonni, taqvoni pulga sotib olmaydi. Desam, endi men endi aldab yuribman dedi. Aldab yuribsiz dedim. Siz qanaqasiga aziz bo'la olasiz? Sizni bitta erkak boshingizni silamayapti-da. Har kuni nechta klient qabul qilasiz? Desam, ba'zi kunlari 2 ta, ba'zi kunlari 1 ta deydi. Har safar yangisi keladimi? Har safar yangisi keladi. Ma'lum bir pulni beradi, zinosini qilib ketadi, to'g'rimi? Sizni ya'ni axlat qog'ozdan nima farqingiz bor? Savol. Axlat qog'oz singari ishlatishyapti sizga. Hojatlarini chiqarishyapti, sizni artib tashlab ketishyapti. Shu hayotmi shu? Desam, shunaqa yig'iladi ana bu qiz. Menda skrinshotlarini anaqasini ham olib qo'yganman. Qo'yaymi yo'qmi deb yurdim, qolib ketdi shu. Men dedi, tavba qilaman dedi. Ben o'chiraman dedi va o'sha profillarni o'chirib yubordi shu qiz. Buni nima uchun aytyapman? Bunga o'xshaganlari ham chiqib turadi, nodir bo'lib turadi. Magli shunaqangi jirkanch ishlarni qilib yurgan. Lekin Allohning tavfiqi, qalbida bir o'sha tavbaga moyilligi bor yoki qanaqadir samimiy yaxshiligi bor, Alloh uni hidoyat qiladi. Yaxshiliklarni qanaqa ahvolda, holatda bo'lsangiz ham kam sanamang. Yaxshiliklarni siz masalan qimorvoz bo'lishingiz mumkin, birov haqqini yeb yurgan bo'lishingiz mumkin. Misol uchun Xudo ko'rsatmasin, ota-onangizni duosini olmagan, ularni noroziligiga sabab bo'lib yurgan bo'lishingiz mumkin. Men shunaqaman, yaxshiligim nima bo'lardi demang. Demang shu gapni. Yaxshilikni qilavering. Samimiy yaxshilik mukofotsiz qolmaydi. Hatto kofir odamning yaxshiligini ham mukofoti bo'ladi. U qanaqa shaklda Alloh biladi uni. Bir sahoba kelib payg'ambar alayhissalatu vassalomdan so'ragan: "Ya Rasululloh, men musulmon bo'lmagan paytlarimda ham yaxshiliklar qilardim. Bechoralarga yordam berardim, qiynalganlarni holidan xabar olardim. Lekin musulmon emas edim. O'sha qilgan yaxshiliklarim uchun ham qiyomatda ajr olamanmi?" degan. Menga ajr bo'ladimi degan. Deganda payg'ambar alayhissalatu vassalom, "O'sha yaxshiliklaring sababli sen musulmon bo'lgansan" dedilar. Eng katta mukofot shu emasmi? Samimiy yaxshilikni qilib qo'yaversangiz, Alloh sizga albatta uni mukofotini beradi. U mukofot xohlang dunyoviy shaklda bo'lsin, xohlang bu iymonga, tavfiqqa sababchi bo'lsin. Buni Alloh biladi. O'shaning uchun yaxshiliklarni kam sanamang. Nima bo'lsa ham yaxshilik qilib qo'yavering. Qarshingizda turgan odamni o'zingizdan past sanamang. Bilmaysiz uni baribir oqibati nimaligini Alloh biladi. Maqomi balanddir, martabasi, darajati balanddir sizdan, mendan. To'g'rimi? Yaxshilikni qilib qo'yaverish kerak. Lekin ahli bid'at, musulmonlarga ta'sir qilayotgan, ularni qadriyatlariga, iymon masalalariga tajovuz qilayotganlardan jiddiy ogohlantiriladi. Falonchi deyiladi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom Makka fath bo'lganda nomma-nom sanaganlar. Nechta ham 9 tamikin odammi? Falonchilar Ka'ba po'shga osilib turgan bo'lsa ham o'ldiringlar deganlar. Shulardan bittasi Ibn Abi Sarh. Hazrat Usmon radhiyallohu anhoni emikdosh ukalari.
shu kotibi vahiy bo'lgan, keyin xiyonat qilib murtad bo'lib ketib yuborgan, keyin tavba qilgan, yana shunaqa qilgandan keyin payg'ambar alayhissalom o'ldirishga buyurganlar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu kelib iltimos qilib olib qolgan. Shu odam tavba nasib qilgan shu odamga. Misrning fathida qatnashgan. Ibn Abi Sarh Misrning fathida qatnashgan. Vafot etgan kuni namozda bo'lgan. Namozda sajdada vafot etgan. Ibn Abi Sarh. Shuning uchun oqibat nima bo'lishini bilmaymiz. G'irt fohisha tavba qilib qolishi mumkin. O'rni kelganda aytish kerak. Lekin do'stlar, o'g'il bola profili bilan qizlarni o'g'il bola bo'lib turib, qizlarni profili bilan ko'pchilikka lichkasiga yozadiganlar bor. Aldanmang, tuzoqqa tushmang. Inson miyasi bilan fikr qilish kerak. Miyadan pastga tushib ketgan a'zolar bilan fikr qilsa, adashib qoladi, tuzoqqa tushib qoladi. Mana ko'rdik biz mana bu Furqat tumanidagi hodisani. Shular qorin bilan fikrlagani uchun shu ahvolga ular sharmandaligini azizlik deb odamlarga yedirishyapti. Mutlaq xalqning ichidagi behayoliklarini bu to'marislik deb ko'rsatishyapti. Bu yaxshi emas. Sud jarayonlari tugadi. Menimcha kecha muzokara bo'lgan. Muzokara juda ajoyib o'tdi deyishdi. Hamma kelgan. Xullas soliqchiga anaqa aytibdi. Akmal nachalnik militsiya qamalgan, sobiq. Qurbonali debdi. O'sha kuni kelganingda 3 ta akangga telefon qilding. Esingdami telefon qo'lingda edi? 3 ta akangga telefon qilding. Akalaring iltimos qildi, mana bo'ldi ketaversin deb qo'yib yubordim seni o'sha kuni. Ana undan keyin sen meni qamatib, yana kam so'roq oldi, buni ko'proq so'roq berish kerak deb ana shu qo'shtirnoq ichida aytganda, mana shu ishtonni orqasidan turib olib ish qilyapsan. Bu keyini ishi bu. O'sha akalaring menga aloqaga chiqdi. Biz bitta keyini tarafini olib sizga iltimos qilgan ekanmiz, bizni kechiring deb ular uzr so'radi. Ko'zingni och debdi. Shekspirni o'sha Otello sahnasiga o'xshagan narsa bo'libdi xullas. Do'stim Goratsio deydi-yu. Shunaqa bo'libdi. Endi Qurbonali soliqchi eshitar bu gaplarni. Qurbonali soliqchi umr unaqa uzoq emas. Sizga hayotda ko'p zarbalar keldi. Ko'zingizni ochishingiz uchun. Balki ko'zingizni ochsangiz Alloh suygan banda bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun Alloh taolo sizni ko'zingizni ochishga shunaqa imtihonlarni jo'natayotgandir. Yo siz bundan ham ibrat olmasangiz, Alloh urgan bo'ladi sizni. Alloh urgan bandasini ko'zini ko'r qilib qo'yadi. Kallasi borib daq devorga teksa ham, yo devorda ayb deb turaveradi. O'zini kallasida, o'zini ko'zida aybini ko'rmaydi. Bu yaxshi emas. Bitta ishtonni orqasidan bunaqangi hamma narsadan voz kechib yuborish, hamiyat, rujulat, insoniylik, mardlik, bulardan voz kechib yuborish o'ta noto'g'ri. O'ta qimmat narsani arzonga sotib yuborish bu. Yusuf alayhissalomni sotishganda quduqdan olib chiqib Sheroziy aytadi. Men qiziqaman deydi. Yusufni sotgan odamlar o'sha pulga keyin nima olgan ekan-a deydi. Chiroyligini qarang gapni. Gapni haybatini qarang. Yusufdek bebaho zotni sotib o'sha pulga nima olishgan bo'lishi mumkin? Ha? Qiziq. Qurbonali butun boshli mardlikni berib yorib bitta ishtonni orqasiga. Uni evaziga nima olasiz? Ha? Hayotda nima o'rin tutasiz? Kim bo'lasiz endi? Kim bo'lib yashaysiz hayotda? Farzandlaringiz katta bo'lsa, videolarni ko'rsak, nima deydi siz haqingizda? O'ylang bularni. Sud nima bo'ladi bilmaymiz. Nima bo'lsa ham mayli endi biz
haqiqiy adolat Allohning adolati ekanligiga iymon keltirganmiz. Lekin ko'zni ochish kerak. Xo'p. G'ayrat Do'stov Saroy mullasi chalasavod debdi meni. Chalasavod. Nechta tilda o'qishni bilasan? G'ayrat? Chalasavod degani o'qishni bilmaydi degani-da. Savodi chala degani, ya'ni savod degani qoralama. Qoralamani bilmaydi degani. To'yga chiqib olib tabrik aytgan odamga o'xshab men fursatdan foydalanib 2 yoshga baxt tilayman deb suhbat boshlayapsan. Bizni chalasavod deyapsan. Biz chalasavodmizmi? Xo'p. Ha, yana bitta xursandchilik. Tirik kitob nomi bilan tanilgan Xayrullo uchun Yoshlar agentligi Alisher umri uzoq bo'lsin, tashabbusi bilan do'kon qilib berishibdi. Do'konda kitoblar sotiladigan, yonida o'qiydigan juda ajoyib ma'naviy bir maydon tashkil qilishibdi. Juda xursand bo'ldim. Xursand bo'lganimiz sababi Xayrullohni endi bizni qadriyatlarimizga bog'liq doiraga olib kirishgani. Bu O'zbekiston siyosatidagi shunaqangi donolik, shunaqangi zakiylikni, ya'ni qo'llab-quvvatlash kerak. Xayrulloh eski rus propagandasi kitoblarini, eski o'sha ya'ni bizni ajdodlarimizni kofir degan, ajdodlarimizni alkash degan adabiyotni sotishdan qutulib, endi o'zimizning adabiyotlarni sotishga o'tibdi. Bu bir xursandchilik inshaalloh. Yaxshi bo'pti. Endi Ibn Sinoni alkash bo'lgan, kutubxonaga kirib bitta tabletka ichib olib bir yil chiqmagan degan ateistlar yozib ketgan adabiyotni gapirmaydi. Inshaalloh bizni o'zimizning qadriyatlarimizga tegishli kitoblarni targ'ib qiladi. Kitob targ'iboti uchun eyvalloh. Biz har doim yonma-yonmiz. Xursand bo'ldik. Xo'p, yana qisqa mavzulardan Abdurahmon Chalamazoriy degan bitta xunasa tabiatroq bola bor. Ya'ni erkakligi menimcha qolib ketgan. Erkak sifat Namangan, erkak sifati Namanganda ya'ni asl hisoblanadi. Shu Namanganda qolib ketib qolgan, u chiqib ketib qolgan erkakligini tashab. Chalamazoriy, Chamanzoriy deb qo'yadi. Chamanzor degan Namanganda mahalla bor. Juda qaynagan mahalla, haqiqiy ya'ni gapida turgan insonlarning mahallasi. Shu mahallaning nomini bulg'ab Chamanzoriy deb yozib olibdi. Men aytaman, uni yo'q, sen Chamanzoriy emassan. Sen Chalamazoriysan. Men haqimda eshak deb post qo'yib, haqorat qilib, to'xtamay osilaveradi. Kel, o'tirib gaplashaylik yuzma-yuz. Nima darding bor, nima g'aming bor? Kel, qani gaplashaylikchi. Uzoqdan turib olib, ana Bahrom Bakirlarga o'xshab uzoqqa borib olib nima desalaring to'g'ri bo'lavermaydi-yu. Qarshingda turibdi, hali o'lmadi Abror Muxtor Ali. Kel gaplashaylik. Yo'q deydi. Uzoqdan turib olib, mana hadis keltirdim, mana oyat keltirdim deydi. Madinaga borganimda Javzi Abu Usmon degan Misrlik bir bola men bilan bahs uchun chiqdi. O'zi aslida men bu Abraha degan valata zinoni o'sha Fransiyada qochib ketganini, yuzma-yuz kela olmaganini o'rniga kel bahslashamiz, ilmiy bahs qilamiz deb ikkita nayomnikni menga zakaz qilib yuborganini fonida, shu doirada Luboyin kel gaplashaman salla bilan. Madinadaman. Madinada ham kelaverlaring, farqi yo'q, o'zim yakka yuribman deganimda bularni nomardligini qarang-da. Bular o'sha videoni Javziga tashagan. Mana seni chaqiryapti deb. O'zi kela olmaydi-yu. Uslubni qarang. Yoshlarga men bu uslubni ham aytishimiz sababi o'rganib oling. Bu nomard qarshi tarafingizda oxirat, gapiga javob berish,
degan mas'uliyat bo'lmaydi. Qo'lga tushmayman deb o'ylaydi ular. Bir qiz menga yozdi. Men shu bilan gaplashdim, men sizni tarafingizni olib deydi. Men aytayapman, "Yo'q, tarafimni olib gaplashmang" deyapman. Gaplashmanglar meni tarafimni olib, ayollar ayniqsa. Uni yozib olib, mana Abrorni xotini men bilan gaplashdi deb post qo'ydi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Abrahani naqadar razil odamligini, oxiratga iymoni yo'qligini tasavvur qilyapsizlarmi? Umuman begona qiz o'zi tashabbus qilib gaplashgan nimanidir, mana Abrorni ayoli men bilan gaplashdi deb post qo'yapti. Men Abrahaga tarafdorlaring luboyi kelsin desam, videoni tashlayapti. Javziga, Abu Usmonga mana seni chaqiryapti deyapti. Abu Usmon bilan aloqaga chiqyapman. Yo'q, men tanimayman. Abraha kim deyapti. Chalamazori, yo'q, bilmayman ular. Kim ular deyapti. Abror deyapti. Sen bularni birortasiga ishonma. Men senga aloqaga chiqib uchrashamiz desam, mana shu meni kontaktim, boshqa odamlarning kontaktiga chiqma deyapti. Men sizlarga bir video ham qo'yaman. Ko'rasizlar. O'sha Abrahani tarafdoriman deb yurgan bittasi menga aloqaga chiqdi. Sen dedi, ruscha yozyapti. O'zbekistonda juda ko'p odamni qamatgansan deyapti. Men aytayapman, buni senga Abraha aytayapti, bo'ldi. Men qamatmayman. Men unaqa terpiylar emasman. Ana Otabek Hamidovlarga o'xshagan terpiylar emasman men. Otabek Hamid tanimaydi, men sizlarga misol aytayapman. Isbotlayman deyapti. Isbotlasam turib berasanmi, qo'lingni kesaman deyapti. Ha deyapman. Isbotla olmasang qulog'ingni kesasan deyapman. Bo'ldi deyapti-da. Necha kun bo'ldi shunga? O'sha Abu Usmon bilan gaplashgan kunimizdan hozirgacha. Yo'q. Abu Usmon bilan ko'risha olmaysan deyapti. Menga Chalamazoriy chiqib aytayapti, ko'risha olmaysan, urmaydi, ko'rish ular bilan deyapti. Chalamazoriyni tanimaydi Abu Usmon. Men kimdir meni uradi deb qo'rqib qochib yurgan odam emasman. Ko'rishaman dedim. Keyin haligi bolaga ham aytdim. Sen ham kel dedim. Aytgan gapingga javob berasan. Bo'ldi, boraman dedi. Kelmadi. Chalamazoriyga yozdim men. Men dedim, bu bilan ko'rishaman. Bemalol gaplasha olmayman. Gaplashdik, o'tirdik. Hadis to'g'risida, Hazrati Abu Hanifa haqlarida, u kishini Alloh osmonda degan gaplari Nuh al-Jomi'dan rivoyat qilingani to'g'risida bahs qildik. Bahsda arabchani bilgan odam, ilmiy maydonda ozgina yurgan odam hammasi ko'rib turibdiki, Javzi yeb qo'ydi. O'zini tarafdorlari unga noto'g'ri tomondan kirding. Qanaqasiga Nuhning al-Jomi'ni sen roviy deyapsan? Abror to'g'ri aytayapti, Nuhning gapi olinmaydi dedi. Mavzu alohida gaplashdik ular bilan. Hozir ham salom alaykum qilib turibmiz ular bilan. Lekin Chalamazoriyni Javziga mutlaqo aloqasi yo'qligi. Men Chalamazoriylarni chaqirganman. Ular kela olmasdan Javziga provokatsiya qilib, seni chaqiryapti qilib qochib ketganda aytgan edim. Chalamazoriy, "Oy, xunasa. Men ko'rishaman. Keyin sen men bilan ko'rishasan. Agar ko'risha olmasang, sen o'sha valati zino ekaningni tan olgan bo'lasan." Kelishdikmi? Menimcha kelishdik. Sen tan olmasang ham Chalamazor. Kelishdik biz. O'shandan keyin sen chiqqaning-ku aloqaga. Demak, onang haqida, onangni oqlash uchun bo'lgan qadamni tashlamading sen. Demak, senda muammo bor. Endi Abraha bilan bir bo'lgan. Ikkita ishtonsiz bir bo'lgan. Mana Abror meni haqorat qildi deb post qo'yib qo'yibdi. Yo'q, haqorat qilmadim, o'qi. Izohlarni o'qi hammasini. Men haqorat qilmayman. O'tda aytayapman, sen o'zing shunaqa degansan, ko'rishishing kerak men bilan. Erkakmisan? Oy. Ozgina soqol qo'ysa erkak bo'lib qolmaydi. Ba'zi xotinlardan ham soqol chiqib yotibdi hozir. Soqolni ektirish ham mumkin bo'lyapti. Gapingga javob ber degan edim. Lekin javob bera olmaydi do'stlar. Yana yoshlarimizga shuni aytayin, bular gapimga javob beraman degan
jumlalariga aldanib qolmanglar. Hech qachon javob bermaydi. Qo'lga tushmayman deb o'ylaydi bular. Oxirat yo'q deb o'ylaydi bular. Hadislarni, oyatlarni shuning uchun o'ziga moslaydi. Ular bizni haqorat qilsa, bir insonni eshak desa, uni onasini ham, otasini ham, Odam alayhissalomni ham eshak degan bo'ladi. Nasabda eshak, eshakning bolasi bo'ladi. Bu haqoratiga Payg'ambar alayhissalomdan shunaqa hadis bor. Musulmonni bunaqangi obro'sizlantirganlar onasi bilan eri xotinlik qilgandan yomon degan hadislari. Ogohlantirsak haqorat qilgan bo'lamizmi? Yo'q. Bular shu hadisni o'chirib yubormoqchi-da, bemalol onasi bilan shu ishni qilib yurmoqchi. O chalamazori. Onang bilan shu ishni qilib yurishni ma'qul ko'ryapsanlar. Ayt o'zlaringda. Shularga aldanmaslikni. Endi qo'ygan postini izohida 98% haqorat qilib yozayotganlar troll profil. Deyarli hammasi Abraham Moshe'ni profili. Deyarli hammasi. Bitta Ispaniyada ko'rgansizlar. Bitta profil yozyapti, boshqasi uni Abraha to'g'ri deyapti, unga haq deyapti. Qidirib chiqsak Abrahani o'zini profili bo'lib chiqyapti. Ya'ni yuzi yo'q bo'lgandan keyin, qo'lga tushmayman degandan keyin, mas'uliyat his qilmagandan keyin nima desa deyveradi-da. Nima qilsa qilaveradi-da. Nimasiga ishonasizlar shuni? Hayronman. Ya ishonadiganlar aqli hushi bor odam ishonmaydi ularga. Shaxsiy adovati borlar ishonadi. Bizga nisbatan shaxsiy adovati bor. Ko'ra olmaydi, hasadgo'y. Nima qilsa ekin bu abrorni deb yurganlarga bular qo'l keladi. Jasminni ham tarafini olishdi-yu. Ey, Jakuy ibn Tezakni tarafini olishdi-yu bizga qarshi. U bo'laveradi. O'shaning uchun unga e'tibor bermaysizlar. Xo'p, shu mulohazalarni o'rtoqlashay dedim. Xo'p, do'stlar. Kecha o'rtoqlik uchrashuv o'tkazdik. Kuchli jamoa bilan ikkita gol urdim. Penaltida yutqizib qo'ydim. Varatar yaxshi ekan. O'yinda ikkita gol urdim. Hop, yana nimalarni aytsak bo'ladi? Bugun bizni uchrashuvimiz bor. Shu umumiy xulosa do'stlar. Yoshlar, lichkangizga turli xil gaplarni yozayotganlar sizni tuzoqqa tushirishi mumkin. Yaqinda bir guruh qo'lga tushdi. Qiz bola nomi bilan yozib, bolalarni chaqirishib, keyin yalang'och holda videoga olishib, videoga qo'yamiz, pul to'laysan qilib qo'rqitishgan. Bunaqalar ko'p. Ehtiyot bo'lasizlar. Yoshlarga aytyapman. Bunaqa propagandaga, shunga o'xshagan o'yinchilarga aldanmanglar. Ularning ham oxiratga iymoni yo'q shu ishni qilayotgan paytida. Xuddi buni mana Abrahaga o'xshagan valati zino, chalamazoriga o'xshagan xunasa, soqol qo'yib olgan hezalaklar ga misol qilishim o'xshaydi bir-biriga. Uzoqqa borib olgan, gapimga javob beraman deydi. Qani javob? Desangiz yo'q. Qana qilib javob masalan? Abraha O'zbekistondagi yigitlarni Amir Temur maydoniga mitingga chiqinglar deb targ'ib qildi. Chiqdi bolalar. 15 sutka qamalib ketdi ularning hammasi. Bu Abraha qani? Yo'q. Men ham o'shatda edim deb odamlarni aldab ikkita montaj videoni qo'yib Qo'qonga keldim deb qo'yadi. Men Qo'qonda ko'chada yuribman deydi. Keyin bolalar isbotladi, u montaj. Fransiyada falon masjidga kel, chechenlarning masjidiga. Mana men masjidda yo'q, topolmayapman, soyang ham yo'q deyapti. Bolalar isbotladi, u Google dan olingan rasm bo'lib chiqdi 5 yil oldingi. Xudodan qo'rqmaydi bular. Bularda iymon yo'q deb aytaman-ku sizlarga. Bularda iymon yo'q. Bular berkim olib shu ishni amalga oshirish bilan mashg'ul. Abara Muxtor Alini Fransiyada urdim. Ey do'stlar, bu meni 100 kelib bir mush ura olsa shu Abraha. Bilasizmi, o'sha kunni o'zida butun dunyoga to'y qiladi u. To'y.
Oldindan video qiladi. Mana yo'ldaman deydi, o'zini ko'rsatmasa ham. Hozir mana biror bilan ko'rishgani ketyapman deydi. Ras video qilyapti-yu, jonli emas u. Deydi-da, o'sha hodisa bo'lgan bo'lsa, mana davomi, mana ko'rdinglar deydi. Unaqa gap yo'q. Mana oldimga kelgan odamlar arman, musulmon emas odamlar. Dog'istonlik musulmon ekan. Dog'istonlik aytdiki, nariga arman musulmon emas dedi. Abrahani so'kiyapti bu deydi, haromi deydi. Nima yolg'on gapiradi? Bormadi-ku deydi. U yo'q-ku deydi. Nima qilgan qarang. Sanlarga qanaqa aloqaga chiqdi dedim Dog'istonlikka. Desam, menga bir kishi men shunaqa ishlar bilan shug'ullanaman o'zi dedi. Bir kishi chiqdi, bir kishini o'zini kuchi yetmas ekan. O'shanga senga iltimos qildi. Menimcha pulni aytmadi-yu, pul bergan. O'shanga o'sha bolaning tarafini olib borib kel deyishdi menga dedi. Hop. U bolani o'zini ko'rdingmi? Yo, dedim men o'sha bolani davay berlaring men billa olib boraman, olib borib yuz qilaman desa, yo u kela olmas ekan, qo'rqar ekan u. Ani men aytayapti. Abro Muxtor Ali uni ko'rsa, mazasini qochirib qo'yishi mumkin ekan. O'shaning uchun u yetim bo'lganligi uchun yordam qilamiz deb o'zini eng neji poyezd deydi-yu, ha? Ishtondan pastda odam ekanligini aytib iltimos qilgan Dog'istonlikka. Dog'istonlik kelib problemaga kirib qoldi. O'tda problemaga kirdi. Qochdi. Videoning davomini ko'rsanglar, Abraha qo'ygan videoni. Qora kiyimda qochib ketyapti. Men sariq kiyimda edim. Keyin menga iltimos qildi, yozma iltimos dedi. Fransiyada yomon ekanda. Masalan, yozsam 75.000 euro shtraf solar ekan. 75.000 euro. Ustidan yozganimda 75.000 euro undirib berar ekan menga undan. Keyin unga problema ham qilar ekan. Men yozmayman dedim. Musulmonmisan dedim. Men musulmonman dedi. Yozmayman seni, lekin chiqqandan keyin meni top dedim. Chiqqandan keyin erkak ekan, gap yo'q, topdi. Menda hamma gap 2-3 ta gapini qo'ydim. Esinglarda bo'lsa, boshqa gaplari ham turibdi. Hozirgi kunda Abrahani qidirib yuribdi u. Balki topar, balki topmas, Allohning qadariga bog'liq u yog'i. Lekin mana shuni butun boshli mavzu qilib 50 ta troll profil bilan ana Abror qochdi, u yoqdan ana Abror qochdi qilib yozib o'zlaricha fikr shakllantirishyapti. Iymonlari yo'q-ku. 5-10 minut aldab olsak bo'ldi-ku ularning nazdida. Musulmonlarni ozgina aldab tursak, ishonsa bo'ldi. O'sha ishonganda tuzoqqa tushgan yoshlar bizga kerak. Taktika-ku bu. Qilib o'tirishibdi. Ya'ni sekinlashtirib ko'rsatgan. Ikkita odam kelyapti. Bu qadar odamlar sportsmenlar. Men hech bitta odamni setkaga chaqirmaganman. Men setkada urushadigan odam emasman. Setkada urushadigan ikkita bola kelyapti oldimizga. Salom alaykum yo'q, bang qo'yyapti. Kallan tutib turish kerak, bundoq turish kerakmi? 2 qadam orqaga tashlaysizmi? 2 qadam orqaga tashlasangiz 3 sekund vaqt oladi. 3 sekundni sekinlatib qo'yib qochdi. Uni tepasiga o'zini ovozini qo'yib, "Ushladimmi najas?" deb baqirib, montaj qilib, nima zarur ekan shu odamlarga? Nimani isbotlamoqchi ekan bu odamlar? Menga aytadi ba'zilar, "Siz nimani isbotlamoqchisiz?" Yo, isbotlamayman men. Yoshlarni bularga aldanmasligi uchun bekorchilikda bu narsani aytib turibman. Shunaqa fikrlar, shunaqa taktikalar bor. Ko'zingizni oching. Aldanib qolmang. Bular xohlagan chegarani buzib o'ta oladi. Bularda iymon, andisha, vijdon, tushuncha yo'q bunaqa. Oxiratda javob beraman. Qiyomat bor, qayta tirilish bor. Qo'lga tushaman-ku degan fikri yo'q. O'shaning uchun xohlaganini qila oladi. Xohlaganini gapira oladi. Yuzma-yuz turganini gapira oladi deb o'ylaysizmi shularni? Mana shu chalamazoriy. Yuzma-yuz o'tirsak shunda yonma-yon. Eshak deya oladimi? Deyish bilan og'zini qiyshaytirib qo'yadi qarshisida turgan odam. Qaytib u harfini ayta olmaydigan bo'lib qoladi. Uni biladi. Oldimizda emas, uzoqda bo'lib olib gapirishning sababi qo'lga tushmayman-ku men. Ishlamaysan-ku sen deydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom Imom Termiziyda
va Buxoriy tarixi kabirda ham keltirgan ekan shu hadisni. Mana shunaqa odamlar bor, mana shunaqa qo'lga tushamayman deb musulmonlarga mana shunaqa ishlarni qilib yurganlarni yo valati zino, yo tomirida valati zinolik bor degan ekanlar. Tomirida valati zinolik bor odam shunaqa qila oladi. Ya'ni ochiq bo'ladi-da. Hazrati Imom Shofiy ilm majlisida o'tirganlarida bolalar o'ynab turadi ko'chalarda. Ular o'sha bir narsasi o'yinchog'i bir-biriga otishganda ulamolarning o'rtasiga tushdi. Qolgan bolalar andisha qilib o'zlarini orqaga tortib turadi. Bir bola shart ulamolarning o'rtasiga kirdida o'yinchog'ini olib ters qilib chiqib ketdi. Imom Shofiy aytdilarki, shu bolani nasabini surishtiringlar dedilar. Surishtirishodi, haromiy ekan haligi bola. Haromi. Hech narsa qila olmaysanlar-ku menga degan muomala qilyapti-da. Chalamazori yo unaqa muomala qilma. Hech narsa men qila olmasligim mumkin. Lekin Alloh taoloning adolatini oldida tiz cho'kasanlar. Sanlar xohlagan narsangni gapirib, unga reaksiya bildirilmaydi. Biz erkinmiz xohlagan gapni gapirishda deyishlaring iymonlaringdagi muammodan u. Iymoning bo'lsa, qo'lga tushganda ham gapira oladigan gapingni gapirarding. Qo'lga tushasan-u, yuzma-yuz o'tiramiz, o'shanda gapira olsang, hozir o'sha o'tirgan joyingda ham o'shani gapira olishing kerak-da. Sen yuzma-yuz kelganda gapira olmaysan, yuzma-yuz kela olmayapsan chunki. O'shaning uchun bemalol gapiryapsan, yo valati zinosan, yoki tomiringda valati zinolik bor. So'ra. Xo'p. Shulardan ogohlantirish bugungi erkin suhbatimizning mavzusi bo'ldi. O'zbekistonda bo'layotgan yaxshiliklar, O'zbekistonda armiyaga borsa mujohid niyatini yaxshi niyat qilsa mujohid maqomida bo'ladi desam, yomon jiriladi-da shular. O'sha ta'sir qildi ularga. Nimaga? Ular O'zbekistonni kofir deb biladi-yu. Kofir mamlakat deb o'ylaydi O'zbekistonni. O'shaning uchun O'zbekistonda armiyada xizmat qilishni mana Mahmud ham shunaqa deydi, boshqasi ham kufr deb biladi. Jihad deganda ular o'sha Suriyadagi o'yinchoq sistemaga malay bo'lishligini tushunadi-da. O'sha ular malay bo'lishligini jihad deb o'ylaydi. Biz yurtimizdagi armiyada xizmat qilayotgan yigitlarning niyati go'zal bo'lsa, uni jihad deb aytamiz. Bu ilmiy istiloh bu. Ana shu alam qilyapti ularga. Alam qilib, keyin haqorat qilishyapti. Tuzoqlarga tushmaymiz. Asosan yoshlarni ogohlantirishda davom etamiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar do'stlar. Duolaringlarda bizlarni ham eslab turinglar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yana diydorlashguncha salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.